buni chaynab o'tirish shart emas. Shart emas. Shart emas ekan. To'g'ri. Iljiramasa yaqin emas. Mana bunday kesganingizda kesilsa yaqin bo'ladi. Bu yerda 3 tundan 4 tundan yaqin ketadi, 4 tundan. Buterbrod qilib yeyilar ekanda. Yuragimning bir parchasi deydi-ku. Bir kunga 70 kilo, 80 kilo. Ketib qoladi. Asli kuni 35-30 kilo. Blogerlarning haqi. Akalar haqi. Mana bu yana bir like bosuvchilar haqi. Mana bu obunachilar haqi. Ikka bulasizmi? Qanchadan endi bular? Ha, bu 50 mingmi? Menga 100 ming dedi. Bu narsa nima bu? O'stirma deydi qizim. Tavba, g'alati narsalar bor ekan, o'stirma. Oho, bu o'zi necha kilo bo'ladi hozir turishi? Ikki angila nima bo'lsa bo'lmas. Juda yog'li emasmi bu? Yo'q, bu doyinlarni chiqaradi. Bu doyinlarni chiqarmaydi aslida. Kunni qaysi paytda yeyish kerak endi buni? Buni ertalabki yeyish kerak. Xotinga pulni berasiz. Yo'q, xotinga bermaymiz. Xotinga pulni bersa, xotin yo'q qilib beradi, chinnab qo'yadi. Nimaga Qashqadaryoda go'sht ko'p yeyishadi? Chunki go'shtxo'r deydi Qashqadaryo.